Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Mana bugun chiroyli darvozamizni Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Elmurodjon akamizning xonadonlariga olib kelib o'rnatib berdik. Darvozamiz 1 kvadrat metrini 600 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Darvozamiz bo'yiga 370, eniga 310 joyga o'rnagan holatda. Shtampovka listli darvozamiz bo'ldi. 1.3lik bo'ldi listlarimiz. Profillarimiz 1.5lik bo'ldi. Stoykaliklari 8 ga 6 bo'ldi. Shanellarini 36ligidan qo'yib berdik. Tepa joyini skvoznak bo'lish uchun chiroyli qilib gul shaklida chiqarib berdik. Hop, 3 metrdan tepa joyi 70 sm joyi ochilmaydigan joy bo'ldi. Otishlari xudo xolasa yaxshi tushdi. Zamoklari o'sha yangicha high-tech zamoklardan qo'yib berdik. Darvozamiz ochilib yopilishi xudo xolasa uyaltirmaydi. Pastki qismlarini shviller 8lik shviller qo'yib berdik. Kraskalarimizni shu avtomobilning kraska KK2 kraskadan sapib berdik. Mokriy asfalt rangda bo'ldi. Kimga shunaqa chiroyli darvoza, naves, reshotka, so'ri xizmatlari kerak bo'lsa, ekranning pastki qismiga telefon nomerimizni yozib qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkamiz bor. Kimga shunaqa chiroyli sifatli ishlar kerak bo'lsa, doim aloqadamiz. Murojaat qilinglar. Telegram, WhatsApp, Instagram hamma ijtimoiy tarmoqda bormiz. Xudo xohlasa darvoza zo'r bo'ldi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, akalar. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.